Chet elda trendda bo'lgan, lekin O'zbekiston uchun yengil bo'lgan qurilish materialini sizlarga tanishtirib o'taman. Ko'pchilik fasadga kelgan paytda o'ylab qoladi, nimadan qilaylik ekan? Travertin tosh qilaymi yoki suvoq qilaymi deb. Buni o'rnini bosadigan zo'r material bor. Buni faqat fasadga emas, balki interyerga ham ishlatsa bo'ladi. Men sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan material bu HPL panel hisoblanadi. Buni fasadga ishlatadigan bo'lsak, qanaqa afzalligi bor deydigan bo'lsanglar, fasadga ishlatgan paytimizda bizni bilasizlar, quyosh juda ham issiq, ko'p narsaning rangi o'zgarib ketadi. Bizani quyoshga chidamaydi. Buni garantiya berishyapti. Rasmiy garantiyasi 10 yil, lekin 50 yil ham turadi deb aytishyapti. Ikkinchi tarafi buni namgarchilikdan ham umuman qo'rqmaydi. Ko'pchilik fasadni bilasizlar, bitta sezon ko'rgandan keyin fasad yomon bo'lib ketadi. Buni yechimi sifatida buni tavsiya qilsa bo'ladi. Agar namgarchiligiga tekshirib ko'raman desanglar, o'zingizlar olib buni suvga solib qaynatib ko'rsanglar ham bo'ladi. Laboratoriyada tekshirilganda 48 soat qaynatilganda ham buni qalinligi 0.01% ga o'zgargan bo'lsa o'zgargan, lekin hech qanaqa boshqa deformatsiya bermaydi. Bu degani deyarli umuman o'zgarish holda degan. Yana bitta zo'r afzal tarafi, mana ko'rib turganingizdek, bu yengil, ancha prochin hisoblanadi. Formati ham katta, 1.30 ga 280. Bu degani ishimizni ham ancha tez ketadi degan. Bu asosan suxoy montaj qilinadi, mana qilib. Buni suvoq ham qilib o'tirish kerak emas. Birato'la montaj qilganda orasiga izolyatsiyani ham qilib ketsak bo'ladi. Bu degani ortiqcha xarajat qilmaysizlar, suvoq qilmaysizlar. Bittada montaj qilayotgan paytda izolyatsiyani ham qilib ketsa bo'ladi. Zarar hududni bilasizlar, ancha changli. Ko'pchilik bu masala juda ham qiynaydi. Agar fasadga shu chang o'tirib, uning ustidan yomg'ir yog'adigan bo'lsa, fasaddan oqib tushadi, ancha yomon ahvolga kelib qoladi. Shunaqada buni nima afzalligi bor degan bo'lsak, namlikdan qo'rqmaganlik hisobiga bemalol buni yuvib tozalash imkoniyati bor. Bu panelni faqat fasadga emas, balki interyerga ham foydalansa bo'ladi. Buni devorda ham ishlatsak bo'ladi, hatto mebellarda ham foydalansak bo'ladi. Yana bitta zo'r tarafi, agar basen yoki sanuzilda bo'ladigan bo'lsa, o'shalarda перегородкаga ham ishlatib ketsa bo'ladi. Bittada перегородкani shundoq qilgan paytda devorlar ham tayyor bo'lib chiqaveradi. Dizayner arxitektorlar yoqadigan tarafi buni rangida katta assortimenti bor. Misol uchun teksturani xohlasak yog'och, xohlasak tosh qilamiz, xohlagan narsamizni o'zimizning dizaynga moslab turib tanlash imkoniyati bor. Ko'rib turgan kuxnelar hammasi HPL paneldan qilingan. Mana bu fasadda krashinisi ham bor, bu yerda yog'och teksturaligi, tosh teksturaligi, mana bu stolishnisani hammasi ham to'liqligicha HPL paneldan qilingan. Buni aytib o'tganimizdek, namgarchilikdan umuman qo'rqmaydi. Ustida narsa to'g'rigan bo'lsa-da ham unchuncha qirilmaydi bu narsa. Shuning uchun bemalol foydalansa bo'ladi. Endi buni qat'iy ishlatish o'zingizlarning fantaziyangizga bog'liq. Agar bu material sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Akfa Build'ga aloqaga chiqing va batafsil ma'lumot oling.